Xitoy Zhejiang Dahua texnika şirketi tadqiq qilib yasab chiqqan 100 tonush yumshoq detalida Uyg'urlarni xotirlaydigan bir kod borligi bayqaldi. Janubiy Xitoy atdiganlik pochta gazetining xabariga qaraganda, Germaniyada yashaydigan Sergey Bazanskiy ismli yumshoq detal bexatarlik injeneri o'zining shaxsiy Twitter hisobida shirkatning to'rg'a yo'llagan elektronlik nazorat uskunalarini qo'llaydigan yumshoq detal ishlab chiqarish uchun qo'llanadigan ochiq kod bog'chisida Milliy Uyg'ur degan qurollarning borligini ilgari surdi. Bazanskiy ekran rasmini ham bahrilagan bo'lib, bu yumshoq detalning kodida millat tipi degan kategoriyaning ostida Uyg'ur, boshqalar va noma'lum degan tanlashlar kirgizilgan. Bu farqlantirish iqtidorini yumshoq detalga qo'shishning tasodifiylik emasligini ko'rsatgan Bazanskiy mundaq dedi. Odatda shirkatlar bu xil yumshoq detal echish bog'chilarini ta'minlaganda ularni toshqa o'ygandek yozadi. Siz savallik yoki tasodifiy bir narsa qo'sha olmaysiz. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti 4 noyabr kuni har qaysi davlatlarning diniy erkinlik vaziyatiga aloqador yillik dokladini e'lon qildi. Mazkur organning 2020-yillik dokladida Birma, Xitoy, Eritreya va Vyetnam qatorliq davlatlardagi diniy erkinlik sharoitiga munosabatlik Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq sistemasi ichidagi muhim o'zgarishlar gavdalantirilgan bo'lib, dokladning Xitoyga oid qismida Uyg'urlarning vaziyati haqida tuvandikilar bayon qilingan. 2019 yili Xitoydagi diniy erkinlik sharoiti davomli nacharlashdi. Xitoy hukumati chiroy tonish va sun'iy aql texnikalaridan foydalanib turib, osonlik millatlarni nazorat qilish asosida yuqori texnikalik nazorat davlati qurdi. Uningda yana tuvandikilar bayon qilingan. Mustaqil mutaxassislarning mo'ljallashicha 900 mingdan 1 million 800 minggacha Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa musulmonlar Sharqi Turkistondagi 1300 dan ortiq jazo lagerlari qamalgan. Ular uzun soqol qo'yganligi uchun lagerlarga avatilgan. Haroqni rad qilish yoki boshqa qilmishlar doiralar tarafidan diniy oshqunlikning alomati deb qaralgan. Dokladda yana bu Uyg'urlarning lagerlardan qiyin qistoqqa uchirganligi, 1 milliondan ortiq bolaning ota-onasidan ayrilganligi, Uyg'ur ayollarining tug'mas qilinganligi va nurg'unlarning majburiy emgak zavodlariga yo'tkalganligi, masjidlarning chiqilganligidek tafsilotlar bayon qilingan. Xalqaro diniy erkinlik komiteti komissari Johan Nemor dokladda Xitoy haqida yozgan bahosida mundaq degan: Xitoy shubhisizki dunyodagi kishilik huquqni eng og'ir dafsanda qilguvchi davlat. Uning kishilik huquq va diniy erkinlikka qilayotgan dafsandichiligini boshqa davlatlar bilan selishtirishga bo'lmaydi. Chunki u faqat axloqil bo'lmaydigan harakatlarni sodir qilib qolmay, balki boshqa davlatlarda ham mushundoq zulm harakatga yordam beradi va qo'llaydi. Amerika hukumati Sharqi Turkiston Islom harakati nomli tashkilotning Amerikaning terrorlik tashkilotlar tizimligidan chiqarilganligini jakarladi. Amerika hukumatining davlat arxivi torbitida 5 noyabr kuni e'lon qilingan hujjatga qaraganda, yuqorqi qaror Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeoning imzosi bilan 20 oktyabr kuni e'lon qilingan. Amerika 2001 yili 11 sentabr kuni terrorlik hujumiga uchragandan keyin xalqaroliq terrorlikqa qarshi turish harakati bo'yicha o'zini terrorlikning qurboni deb olgan Xitoy hukumati ta'minlagan ma'lumotlar asosida Sharqi Turkiston Islom harakati tashkilotini terrorchi tashkilot deb e'lon qilgan edi. Bugun bu qarorning bekor qilinishi muhojiratdagi Uyg'urlar orasida zo'r inqos qo'zg'adi. Ular buni Xitoy hukumatining terrorlikqa qarshi turish nomida Uyg'urlarni bostirish bilan shug'ullanayotganligining navbatda borgan sari ko'p sohaga va kishilarga ma'lum bo'layotganligining natijasi deb baholadi. Amerika prezidenti Donald Trump saylamda nurg'un qonuniy tartiblarni ilib boradiganligini, balkim ularning Oliy sud mahkamasiga arz sunishi mumkinligini aytdi. Amerika prezidenti Trump 3 noyabr seshanba kuni o'tkazilgan va natijasi texnik aniqlanmagan saylam to'g'risida Oqsaroyda axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Saylamning ishonchli bo'lishiga kafolatlik qilish uchun tirishayotganligini ta'kidlagan Trump mundaq dedi: Agar qonunliq yo'l bilan tashlangan millatlar sanalsa, men bu saylamda osonla g'alaba qilaman. Agar qonunsiz va kechikib avatilgan millatni hisoblasa, demokratchilar bu saylamni bizdan o'g'irlab ketalaydi. Biz bu masalani bartaraf qilamiz. Trump Florida, Iowa, Indiana va Ohio qatorliq muhim shtatlarda saylamda allaburun g'alaba qilganligini bayon qilib mundaq dedi: Biz asosliq taratqular, pul va texnika shirkatlarining aralashishiga qaramay bu g'alabani qo'lga keltirdik.
Yana bir tarafdan demokratchilarning nomzodi Bayden muavin prezident kandidati Kamala Harris bilan Delaware shtatida ikkinchi qatim bayonot e'lon qildi. Biletning Amerikada muqaddas ekanligini, har bir biletni sanash kerakligini ta'kidlagan Bayden mundaq dedi: "Men umidvor, sanash oxirlashganda Kengash palata a'zosi Harris bilan g'alaba qiladiganligimizda shak yo'q. Shunlashqa men ko'pchilikning xotirjam bo'lishini umid qilaman. Bu jarayon davomlashyotidi, hisoblash tamomlanadi. Biz qisqa vaqt ichida natijani bilamiz." Besh burchaklik bino Amerika Davlat Mudofaa ministri Esperning xizmatidan iste'fo berganligi to'g'risidagi xabarlarni inkor qildi va bu ayblashlarning nurg'un taraflarni qaymoqtirganligini aytdi. Amerika Davlat Mudofaa ministrligining bayonotchisi Jonathan Hoffman Amerika NBC televiziyasining Mark Esperning iste'fo xatini tayyorlaganligi to'g'risidagi xabarga qarata bayonot e'lon qildi. Hoffman mundaq dedi: NBC'den kelgan xabar yolg'on va nurg'un taraflarni qaymoqtirdi. Aniq qilib aytganda, ministr Esper iste'fo berishni o'ylab boqmadi ham iste'fo xati topshirishmi talab qilinmadi.